bir qotini bir balışib etkanda, to'y to'kun nazar chiroq basıl opirganda, bir kuni u bal nima qilib bormaymasim. Haqlarning balisi borga, senimiş bormaysa deb. Bir kuni choyga opirganda, opirib yanchiqqa tosh tatib turim to'shqizib qo'ysa, ayollar ketishda balam sen dugoq beyginatsın. Maqdab dugoq qilganda, ikkinchi qitim qo'lim ko'targanda, ayollar balam dugoq degan birlik qitim qildi, ikki qitim qilmaydi. Birinchi qitim qandigari migashganning, ikkinchisi yanchiqqa sog'aning deb. Bir kuni bizim uyga yezdan tuqqimiz kelib, ishtetgan tutda uni shu tunchi qitim shakirishganda, bir kuni oqiraydi. Nima deb chiqsam, hojatxon turib oqirabdi. Biz hojatxonning ichini sermil qilib, teshi oqirgan qilib yozganda, bu nima deydi hojatxon desam, uni aqlayra qolibdi. Shunlar birdamki yana oqiraydi. Nima deb o'ylab chiqib qarsam, o'ylatga avrazini turib, bu nima hojatxon deydi. Men chan tutmayla, bunga yozdi hojatxon dedi. Mushu bir kuni dadam ikimiz Tijonga ishakarulla qona satqini chiqib boradiqda. Dadamning amradiga og'insi keyinimizda otarulla bizga yetishdi. Biz shunda qiziq baranlar chiqib boradiq. Bizning ishakaruning javonsi ketganda, o'zimiz shunda sanliq ketdi. Bir davan kelganda uning tatama kenik sobilib ketib, quyruğun dasilib quyruğun uzatganda, o'zgan shunda yig'lab ketdi. Berib dada, itimning quyruq uzilib ketdi debga. Dadasi turib ketib, "Bo'ljig'ima balam, liq suvatga itimning quyruğini ulab qo'yma" debdi.